Assalomu alaykum, tabobat muxlislari. Bugun Sudjo haqidagi 13-ko'rsatuvni boshlaymiz. Demak, Sharq tabobatda 6 energiya, quvvat. Shamol, issiq, olov, namlik, quruq, sovuq. 6 energiya bor. Oldingilarda ham qaytarganman. Endi bugun shu energiyalarda, shu quvvat mijozida qanaqa organizmingizda belgilar paydo bo'ladi haqida gaplashamiz. Shamol energiyasi markazini oldin atdim. Shamolni energiyasini markazi il organda, il shamolda jigar hisoblanadi. Yan organda o'tfak, o't qopi hisoblanadi. Bu shamol mijozda qanaqa badanda belgilar paydo bo'ladi desangiz, bilinar bilinmas birinchi sal og'riqqa o'xshagan belgilar paydo bo'ladi. Keyin qichishlar, bilinar bilinmas qichig'lar paydo bo'ladi. Haligi kuchsiz, bular ko'proq muskulga javob beradi deganmi? Jigar muskullarimizga, mana bunaqa muskullarga. O't qopi bunaqa paylaga, bo'g'imda payla bo'ladi. Mana bo'g'imlarda pay. Mana bu yerda muskul mana. Mana bu yerda muskul, mana bo'g'imda pay, muskul, bo'g'imda pay. Mana bo'g'imdagi paylaga, o'tfaga javobgar, mana muskullarga jigarimiz javobgar. Shu boshqaradi. Demak, mana shu qichishlar, bilinar bilinmas og'riqqa o'xshagan belgilar mana shu muskulda paydo bo'lsa, shuni biz badanimiz sezadi. Belgilarni. Kimni muskuli rivojlangan bo'lsa, kuchli bo'lsa, demak, uni jigari ham kuchli hisoblanadi. Agar jigarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, xuddi jigar tamir tortishganga o'xshagan, tamirini tortib qoldi, oyog'imni tamiri tortibdi, qo'lim tamiri tortibdi deyiladi. Aslida tamir tortmaydi. Muskul tortishadi. Muskul qisqargan hisobiga xuddi tortishganga o'xshaydi. Bu kasallikning belgisi. Muskul bo'shashib ketishi mumkin. Quvvati yo'qdakka, xuddi birariga quvvatim yo'q deydi ba'zilar. Kuchim yo'q deydi. Ish qilgim kelmayapti, charchaganga o'xshatdimi, yotqim keladi degan gap ham shu muskullarni paylarni bo'shashib ketishidan bo'ladi. Agar kuchli bo'lsa, yan o'tfakdan bo'ladi, qisqa bo'ladi. Kuchli bo'ladi, lekin qisqa muddatda bo'ladi. Agar kuchsiz bo'lsa-yu, surunkali bo'lsa, 5 kun, 4 kun, 10 kun, 1 oy, 1 yillab yursa, bu jigardan hisoblanadi, il deyiladi. Il kuchsiz bo'ladi, surunkali bo'ladi. Yan kuchli bo'ladi, qisqa muddatli bo'ladi. Agar 2 kun, 3 kun, 4 kunda agar bo'lib keyin to'xtasa, bu o'tfakdan bo'ladi. Kuchliroq bo'ladi, tugaydi.
Kuchsizroq bo'ladi, surunkali davom etaversa, bu jigardan bo'ladi. Asosiy. Mana yurganimizda, yurib ketib turib, oyog'imizda temir totganga o'xshagan mabodo bo'lsa, demak, bizda o'sha jigarimiz kuchayib ketgan hisoblanadi. Xuddi yurib turib, temir o'tganga o'xshab yurganingizda fayda tortishib ketsa, demak, jigari faoliyati kuchayib ketgan, shamol mijozi kuchayib ketgan hisoblanadi. Shamolni man aytdim, xalq tabobatda safro deyiladi. Safro kuchayib ketadi. Ba'zilar haligi sudjok termini tushunmaydiganlar, tabiblar agar ko'rayotgan bo'lsa, shu safro deyiladi. Safro kuchayib ketsa, yurganingizda, harakat qilganingizda, bir ish qilganingizda, kuchliroq jismoniy ish qilganingizda qo'lni temir tortishi mumkin. Ya oyoqniki, ya badanlaringizda, aytingizda muskullar tortishsa, temir deyiladi asli, xalq tilida asli muskul tortishadi. Qisqarib ketadi muskullar. Ana shular shamol mijozi kuchayib ketganda, ya'ni safroni kuchayib ketishidan bo'ladigan belgilar hisoblanadi. Endi agar lovli kuchayib ketadigan bo'lsa, jigarimizda yo o'tfagimizda namli kuchayib ketadigan bo'lsa, nam haligi balg'am deyiladi tabobatda, muskullar bo'shashib ketadi. Nihoyatda quvvat yo'qdaka, xuddi charchagandaka, yotgisi kelgandaka, o'rnidan ertalab hech turgisi kelmaydi. Xuddi haligi uyquga to'ymaganda turgani ham erinadi. Bunda o'sha namlik kuchayib ketgan bo'ladi. Bo'shashgan bo'ladi. Muskullar. Muskullarni quvvat pasayib ketadi. Paylarni quvvati pasayib ketadi. Shuni hisobiga odam xuddi kuchi yo'qda, quvvati yo'qda, charchagandaka, yotgisi kelib, dam olgisi kelib, ish qilgisi kelmaydigan bo'lgan payti, demak, shu namlikni ko'payib ketishi, balg'amni ko'payib ketishi deyiladi. Xalq tabobatda. So'zjokda избытка влажности deyiladi. Namlikni o'chib ketishi. Shamollar kuchayib ketishidan muskullar tarang tortishib ketadi. Namlikni kuchayib ketishidan muskullar bo'shashib, quvvati yo'q bo'lib qoladi. Endi shamolni kuchayib ketishi sabab nima? Nimaga shamol kuchayib ketib, muskullar tortishib, tarang bo'ladi desangiz, insonni nordon narsalar, oldingi safar ham aytdim, nordon yeyiladigan jamiki taomlar, meva bormi, sabzavot bormi, oziq-ovqat bormi, jamiki nordon taomlar hammasi shamol mijozi bo'ladi. Mijozi shamol bo'ladi. Kimki nordon limon, nordon olma, nordon olcha, nordon anor, mana sirka bor nordon. Shunaqa nordon narsani ko'p yeb yursa, shu shamol kuchayib ketib, jigar haligi muskullari tortishadigan bo'ladi. Ba'zi odamlarni davleniyasi ko'tarilib ham ketadi. Issiq mijoz odamlarga kuchlilik qilib, davleniyasini ko'tarib ham yuboradi. Yuragini ham kuchaytirib yuboradi, shamol mijoz. Aytdimki, shamol 5 ta in organga shamol bilan ta'minlaydi. Mana shamol deydi. Yurakka beradi shamol o'zini quvvatidan. Taloqqa beradi shamol. O'pkaga beradi, buyrakka beradi, bosh miyaga beradi shamol. Mana shu 5 ta organni shamol ta'minlaydi shamol bilan.
Yani shamol kuchayib ketganda yurakka berib olsa, yurak tez urishni boshlaydi, davleniyani ko'taraverishi mumkin. Yani nordon narsani yegisi kelaversa, yeyaversa, o'zi bilmagan holda yeydi, lekin tomir tortishi mumkin, muskula tortishi mumkin. Keyin davleniyasi ko'tarilib ketishi mumkin. Yurakni kuchaytirib yuboradi. Shuning uchun men aytamanki, odam o'zini mijozini bilish kerak birinchi. Ikkinchi, yeyayotgan taomlarni mijozini bilish kerak. Ana shunda adashmaydi. O'ziga o'zi tabiiy bo'lib qoladi. Qaysi taom yeganda qanaqa o'zgarishni bilib, o'shandan keyin parhez qiladigan bo'ladi. Endi yan organ kuchli hisoblanadi. Mana bo'g'inimiz yan, mana bo'g'imli yan, mana muskulli yan. Mana muskulda mana bo'g'im kuchli bo'ladi. Bo'g'inlar hammasi kuchli bo'ladi. O'shaning uchun yuk ko'tarayotganimizda, ish qilayotganimizda faoliyat qisqarganda ushlaydi mahkam. Keyin mana ko'targanimizda, harakat qilganimizda mana shu bo'g'inlar asosiy vazifani bajaradigan bo'g'in hisoblanadi. Shuning uchun bular kuchli hisoblanadi. El muskullar kuchsiz bo'ladi, yanga nisbatan. Lekin qisqa muddat bo'ladi. Kuchli bo'ladi, lekin qisqa bo'ladi. Ayin kuchsiz bo'ladi, lekin surunkali. Xo'sh, ikkinchi energiya demak, shamoldan keyin issiqqa. Issiq dedik. Qaynoq emas, issiq. Issiqda bu qanaqa badanimizda belgilar, simptomlar paydo bo'ladi desangiz, ba'zida bir isitma chiqishi, istimalaydi odam. Ba'zida kuchsiz, ba'zida kuchli, ba'zida qisqa muddatli, ba'zida surunkali istimalar paydo bo'lishi ham shu issiq mijozni belgisi hisoblanadi. Shu inson issiq mijoz bo'lsa, ko'p istimalaydi. Sekin uzoq davom etadigan yurakdan hisoblanadi. Buni markazi, issiqni markazi in organda yurak hisoblanadi. Yan organda ingichka uchar hisoblanadi. Surunkali, kuchsiz istimalar yurakdan bo'ladi. Lekin kuchli istimalar qisqa muddatli bo'ladi. Uzoq cho'zilmaydi. Kuchli 39-41 ga chiqadiganlar bular ingichka uchardan bo'ladi. Bunda badanimizda qanaqa belgilardan shu asosiy shu hisoblanadi. Bu issiq energiya, quvvat bizni tomirlarimizga javobgar hisoblanadi. Yuragimiz, vena qon tomirlarini boshqaradi. Ingichka uchagimiz arteriya qon tomirlarini boshqaradi. Arteriyadan, yurakdan qon badanga tarqaydi. Badandan tarqagan qonlar vena orqali yuragimizga qaytib keladi. Demak, arteriyaga ingichka uchar javobgar, vena qon tomir, qon qaytib keladiganga yuragimiz. Shu boshqaradi. Demak, ba'zi odamlarni bit qizil bo'ladi, yuzlari. Badanlari qizil rangga moyil bo'ladi, pushti rangi. Ana shular ko'proq issiq mijozli insonlar hisoblanadi. Qarasangiz ba'zilar ana qara bitidan qon tomib deyiladi.
Yani keyin yana bitta belgisi issiq mijoz odamlar doimo kulib turishadi. Ko'p kulishadi, qahqahlab kulishadi, doim kulib yurishadi. Xursand holda yurishadi issiq mijoz odamlar. Shamol mijoz odamlar ko'proq serharakat bo'lishadi. Qimir-qimir qilib turadi. Bir joyda o'tirolmaydi. Yo gapirib turish kerak, yo bitta ish qilib turish kerak, yo bir jilab bo'lmasa o'tirib qolsa, yo gapira olmasa bir narsani o'ynab o'tiradi, yo bir narsani taqillatib o'tiradi, yo qo'lini qimirlatib o'tiradi. Shunaqa xarakter bo'ladi. Shamol mijoz odamda. Namoz o'qitganda ham nihoyatga turolmaydi. Qimirlab turadi. Doim harakat qiladi. O'zini tutolmaydi. Shamol mijoz odamlar. Ba'zi odamlar hayron bo'ladi. Namoz o'qitganda ham qimirlab turadi, biladi. Aslida shamol mijoz odam harakat qilib turadi. O'zini hech bir joyda tik xotirjam o'tirolmaydi. Shunaqa odamlarni bilsangiz, ha, bu shamol mijoz ekan deyiladi. Endi doim kulib turadigan odamlarni issiq mijoz, xursandchilik. Ba'zi odamlar shunaqangi xursand bo'ladiki, ba'zida aytishadiki, doktorga borsam, tuberkulyoz kasal bo'lib qolibsiz deydi-ya. Nima u tuberkulyoz kasal? deb kulib turadi. Diqqat ham bo'lmaydi, xafa ham bo'lmaydi. Kasal to'g'risida ma'lumoti ham yo'q. Kulib gapirib turaveradi. Issiq mijoz odam shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi olov mijoz to'g'risida gapiramiz. Olov mijozda issiqni o'tib ketgan yozdagi yoz chillasi deyiladi-ku, rosa quyosh tikkaga kelganda 40 kun yoz chillasi bo'ladi. Pik deydi. Haligi kulminatsiya deyiladi. Ya'ni quyoshning eng yuqori nuqtasi. Ana shuni olov mijoz deyiladi. Issiq nihoyatda chidab bo'lmas. Haligi oftobdagi gradus 60-65 ga chiqib ketadigan paytlarni shuni olov mijoz deyiladi. Bu markazi bosh miya hisoblanadi, orqa miya hisoblanadi markazi. Bu bosh miya anasi nerv sistemasi deyiladi. Doim issiq olov mijoz odam doim chanqoq bo'ladi, ko'p chanqaydi. Doim ko'p terlaydi. Keyin issiqda hech o'zini qo'ygan joy topolmay qoladi. Haligi xuddi havosi yetishmaganda o'zini qo'ygan joy topolmay qoladi-da issiq olov mijoz odamlar. Bularda og'riq bo'lmaydi, bunaqa olov mijoz kasalligida bir og'riq belgisi bo'lmaydi badanda. Bular ko'proq nerv kasalliklari deyiladi, asab kasalliklari, ruhiy kasallar deyiladi, psixический deydi. Psix banditlarni, ruhiy kasalliklarni asab kasalligi ham deb nomlanadi. Ko'proq shunaqa bo'ladi bular. Qiziqqonroq bo'ladi. Haligi o'zini tutolmaydi. Haligi xarakteri kuchli bo'ladi. Tez ta'sirlanadigan bo'ladi. Uchinchi energiyamiz vlajnisi, hatto namlik, so'z yo'qda, tabobatda balg'am deyiladi. Buni markazi taloq. Oldingi ko'rsatuvda tayinlandi. O'tgan ko'rsatuvlarimizda. Taloq markazi, in organiki, yan namliniki, oshqozon, ya'ni me'da. Bunda ko'proq
inson nammijoz bo'lganda to'la bo'ladi. To'la bo'ladi. Og'irroq bo'ladi o'zi vazmin. Vesi og'irroq bo'ladi. Keyin sal kam harakatroq bo'ladi. Semiz ham bo'ladi, to'la ham bo'ladi. Vesi ham og'ir bo'ladi. Kam harakatroq bo'ladi. Harakat qilishga qiynaladigan odamlar bo'ladi. Yog' ko'p bo'ladi ularda. Shuni hisobiga. Ular nimaga shunaqa? Ana issiqda haligi olov mijozlarda ko'proq achchig'ini ko'p yeydi. Achchig'ini ko'p yeyish hisobiga atom yeydi, to'g'ri achchiq yeydi, murch yeydi. Keyin qo'y yog'i, qo'y go'shti yeydi, issiq mijoz go'shtlarni yeydi. Issiq mijoz salatlarni, issiq mijoz sabzavotlarni yeydi. Ana shularni hisobiga issiq mijoz bo'lib, davlenish ko'tarilib ketadi. Endi mana nam mijoz odamlar ko'proq bular shirinlikni ko'p yeydi. Shakarni ko'p yeydi, qand ko'p yeydi, novvot ko'p yeydi, asalni ko'p yeydi. Keyin pirojnilar, pishiriqlar bor, shirin, murabbolar bor. Ana shularni ko'p yeyish oqibatida badan to'lishib, namlik ko'payib, semirib, harakat kamayib, o'zini vazni sezib, noqulay his qilib o'ladi. Bunda endi ko'proq mana limfa deydi, badanimizda suv bilan ta'minlanadigan limfa bezlari bor ko'krada, qo'ltiqning ostida limfa bezlari bor. Bizda igna joyimizda limfa bezlari bor. Şeylarda ko'proq bo'g'inlarda, mana chotlarda, anaqa nimalarda ko'proq og'riqlar seziladi. Kuchli bo'lmaydi, kuchsizroq og'riqlar, og'irliklar shular ko'proq seziladi. Shuni hisobiga nammijoz, balg'am mijoz deyiladi. Mana shularni yeyish to'xtatsa, nafsga bir mushlasa bular, keyin sekin mijozi almashadi, sal ozadi, yengilroq bo'ladi, harakati ko'payadi. Endi 5-chi energiya quruq mijoz. Ruschasiga sovuq deyiladi. Tabobatda, xalq tabobatida savdo ham deyiladi. Quruq bilan sovuqni ikkalasini savdo deyiladi. Ularda 4ta mijoz bo'lgani uchun safro, qon, balg'am, savdo deyilgani uchun shu quruq bilan sovuqni savdo deyishadi. Bu quruqni markazi aytdim oldingi safar. Quruqni markazi o'pka hisoblanadi. Yan quruqni markazi yog'och ichak hisoblanadi. Bu o'pkamiz bilan yog'och ichagimiz bizni butun badanimizdagi terilarni boshqaradi. Terimizga javobgar. Bu mijozdagi kishilar, quruq mijozdagi kishilar ko'pi qotma bo'ladi. Qotma. Keyin haligi doim kayfiyati yaxshi bo'lmaydi. Xuddi siqilgan odamda, diqqat bo'lgan odamda yurishadi. Hech xursandchilik yurishganini, ko'p kulgishganini, xursand ko'p bo'lishganini ko'rmaysiz, bilmaysiz. Ba'zilari hatto nimagadir deydi, yig'lagim kelaveradi, yig'i kelaveradi. Hamma narsa bor, kamchiligim yo'q,
Nimadir shu yuragim siqilib, yig'lagim kelaveradi deydi. Bular quruq mijoz bo'ladi. Og'riq bo'ladi, qotma bo'ladi ko'proq, sal qoramtirroq bo'ladi. Keyin bularda ko'proq kasal bo'lsa, shu kasallik belgilaridan og'riqlar ko'p bo'ladi. Surunkali og'riqlar bo'ladi. Har xil shishlar paydo bo'ladi. Keyin surunkali terilarda kasalliklar paydo bo'ladi. Psoriaz deydi, surunkali kasallardan. Oq dog'lar bor. Haligi badanni oqarib qolishi. Shunga o'xshagan haligi nerv dermatit deydi. Shunaqa kasalliklar, teri kasallik ko'p bo'ladi. Bular teriga javob beradi, o'pka bilan yog'ochcha. O'tgan imomda aytganman sizlarga, yog'ochchani haligi o'pka kasalliklari to'g'risida haligi iflosligidan yog'ochchani ko'p kasallik, teri kasalliklar to'g'risida haligi aytdimku, mana teri kasalligidan surunkalilar, mana oq dog', vitiligo deyiladi. Psoriaz, dermatit, ana shular surunkali bo'ladi ko'pi. Ana shu yog'ochcha o'pkadan bo'ladi ko'p. Keyin mijozi, insonni mijozi to'g'risida, mijozdagi o'zgarishi to'g'risidagi tushunchalarni aytib o'tiribdiman. Yaralar bo'ladi, surunkali yaralar, bitmagan yaralar. Shular hammasi quruq mijozni belgisi hisoblanadi. Quruq mijoz qanaqa desangiz, quruq mijozda ko'proq oq rangdagi jamiki taomlar, ishlaydigan, yeyiladigan taomlar oq rangi oq bo'ladi. Shuni ko'p iste'mol qiladi. Ba'zi tug'ma mijoz ham bo'ladi. Tug'ilganda shunaqa tug'iladi. Lekin o'zi bilmagan holda oq, mana sut bor, sut mahsulotlari bor, qatiq deysizmi, smetana deysizmi, qaymoq deysizmi, suzma deysizmi, qurut deysizmi, oq. Haligi shular, mana shakar bor, guruch bor, mana yeyiladigan, reziska bor. Shularni ko'p iste'mol qiladigan oq rangdagi nimalarni ko'p iste'mol qiladigan mijozi quruq mijozga o'tib ketadi, kuchayib ketadi. Keyin ta'mlanishida quruq mijoz qanaqa desangiz, ozgina nordon, ozgina achchiq, ozgina shirin, ozgina sho'r ta'mlarni aralashtirib, ba'zi sous tayyorlanadiku, sousga o'xshagan ozgina yog' quyadi, haligi garchisa soladi, shunaqa sousni qilib qo'yadi ba'zi stalovalarda, nonga ustida yeydigan, haligi ovqat, mana haligi lag'monlarga qo'shadigan, salatlarga qo'shadigan shunaqa nimalarni o'tkir mijoz deyiladi, quruq mijoz deyiladi. Quruq mijoz o'tkir mijoz hisoblanadi. Bitta mijoz, bitta ta'm bo'lmaydi. Ta'mlarni aralashmasi hisoblanadi. Har kim o'ziga moslab tayyorlaydi. O'shalarni o'tkir mijoz deyiladi. Shuni ko'p yeydigan insonlar ko'proq quruq mijoz bo'ladi. Bularda ko'proq og'riqli kasalliklar, teri kasalliklari ko'p bo'ladi. Endi 6-inchisi bu sovuq mijoz hisoblanadi. Sovuq mijozi markazi, il sovug'ini markazi buyrak hisoblanadi. Yan sovug'ini markazi bu siydi qo'pi hisoblanadi. Mochavoy puzir deydi. Qovuq. O'zbekcha aytganda. Ana shu ikkalasi hisoblanadi. Bular bizni butun suyagimizni, badanimizdagi kichkina suyakdan boshlab katta baldir, son, qo'l bilag'larimiz, hamma suyaklarimizni shu yuragimiz bilan qovug'imiz boshqaradi. Suyakda qanaqa kasalliklar bo'lsa, mana shu sovuq mijozi orqasidan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Sovuqda suv muzlaydi, bilasizlar. Muz qattiq bo'ladi. Shuning uchun sovuqda bizni suyagimiz ham qattiq bo'lgani uchun mana shu sovuq energiyasi shuni boshqaradi.
Süyaniyem ançıkini kasallileri bu. Şu büyüremle kovuna sevdan şu kasalliyle payda böyle. Soğuk mücaz adamda ko'proq surunkali kasalliyle, qattiq og'riydigan kasalliyle, o'smalar, rak kasalliklari shunaqada ko'p bo'ladi. İnsan aytdimki, har 12 yilda mijozi almashadi dedim. 60dan 72 yoshgacha o'tganda ham sovuq mijozga o'tadi. Shunda har yili bir joy kasal bo'ladigan bo'ladi. Soğuk mijozga o'tgandan keyin kasallik ko'payadi. Rusiyada haligi stalis niradis deydi. Yani qarilik xursandchilik emas degan gap. Deganda nimaga shunaqa desangiz, ba'zilar aytadiki, qariganingda 7 qavat ko'rpachani so'rib, maza qilib og'ina yotmaysanmi deydi. Yani aqli yetmagan kishilar. Aslida qarilik o'zi asli azob davri hisoblanadi. Ko'p kasal bo'ladigan davr hisoblanadi. Ko'p qiynaladigan davr hisoblanadi. Shuning uchun sovuq mijoz o'tganingizdan keyin kasallik ko'payadi. Ko'p kasal bo'lasiz. Endi haligi infarkt, insult degan kasalliklar ham mana shu yoshda ko'proq uchraydi. Mana shu quruq mahalda, quruq mijozda, sovuq mijozda 48 dan 72 yoshgacha mahallada ko'proq infarkt, insult, rak shunaqa kasalliklar ko'proq uchraydi. Surunkali bo'ladi, davomiylik bo'ladi. Sovuq mijozga nimaga sovuq kelib chiqish sabab desangiz, sovuq muzlar suvlarni ichaverishdi, muzlar ichimlikni ko'p ichish, холодильникdan muzlar taomlarni yeyiverishlik. Sho'r tam sovuqlik hisoblanadi. Sho'r. Tuz sovuqlik hisoblanadi. Tuzlangan bodring, patinjon, karam shularni ko'p yeyishlik, ovqatda tuzni ko'p ishlatishlik, sho'r taomlarni tuzlangan kapchonni baliq deysizmi, jamiki sho'r quruqlarni deysizmi, mana shu tuzli narsalarni ko'p yeb yurgan odamlar, sovuqda ko'p yurgan odamlar, qishlarda o'zini asramay yurgan odamlar, sovuq iqlimlarda, mana Rossiyalarda shu sovuqlarda ko'p yurgan odamlar sovuq mijoz bo'ladi. Shularda shunaqa kasalliklar ko'p bo'ladi. Bular sovuq mijoz odamlar umuman sho'r narsadan nafsiga mushlash kerak. Umuman yeyish mumkin emas. Alhamdulillah. Nimagaki mijozini battar qilib yuborib, kasallikni ko'paytirib yuboradi. Sovuq mijoz odam. Sho'r narsadan umuman parhez qilish kerak. Bular ko'proq issiqroq narsa yeyish kerak. Keyin namli narsalarni ko'proq yeyish kerak. Ana shunda mijozi sal normallashib yuradi. Endi bugungi so'zlar to'g'risidagi gapimizni tugatamiz. Endi shunga doir ovqatlarni qanaqa ovqatlanish kerakligini taomlarni aytib o'tamiz. Mana endi sovuqlikini aytdim. Sovuq mijoz odam demak issiq ovqatlarni, issiqlik ovqatlar, achchiq taomlar, shirin taomlarni sal ko'proq yeyish kerak. Keyin issiq narsalarni ko'proq yeyish kerak. Sovuqdan umuman parhez qilish kerak. Muzlardan umuman parhez qilish kerak. Quruq mijoz odamlar, ular ham achchiqdan ozgina yeb turish kerak. Sal ozgina achchiq. Keyin mana shuni teskarisi mana. Mana sovuq mijozlar, mana sovuq. Mana ro'parasida mana issiqligini sal achchiq, issiqlik. Qo'y go'shti, qo'y yog'i bo'lsa, qo'y go'shtidan ko'proq yeb turish kerak. Achchiqdan ozgina yeb turish kerak. Keyin shirin narsalardan yeb turish kerak. O'shanda mijozi normallashib, mana bundoq bo'lib, uchtasi bir bo'ladi. Endi sovuq mana
soğuk mijoz. Endi quruq mijoz mana. Quruq mijozdagilar bular ham achchiq ta'mdagilarni yeb turish kerak. Keyin shamol, nordon narsalardan ham yeb turish kerak. O'shanda mijozi normallashib, sog'lom yuradi. Endi nommijoz odamlar, nommijoz mana sal sovuq mijoz narsalardan, keyin shamol mijoz narsalardan yeb turish kerak. Nommijoz odam shirinlikdan parhez qilish kerak. Nordon, keyin sho'rtaroq narsalardan ko'proq yeyish kerak. O'shanda mana uchtasi bitta bo'lib, keyin normallashib yuradi. Issiq mijoz odamlar mana, issiq mijoz odam sal sovuq narsalardan, keyin quruq narsalardan, quruq mijoz narsalardan yeb turish kerak issiq mijoz odam. Bular qo'ygisi yeb bo'lmaydi, bunga to'g'ri kelmaydi. Achchiq narsa to'g'ri kelmaydi. Kasal qilib, battar qilib qo'yadi. Ko'rasizmi? Oldin mijozingizni bilish kerak, keyin taomlarni mijozini bilish kerak. Keyin qaysi mijozini sizga yeyish mumkin emas, qaysi mijozdagi taomlar, qaysi mijozdagi taomlarni siz yeyishingiz kerak. Ana shuni bilishingiz kerak. O'zingiz birinchi mijozingizni bilish kerak, ikkinchi taomlarni mijozini bilishingiz kerak. Keyin ziravorlarni mijozini bilishingiz kerak. Ya'ni mazalarni. Ana shunda sizlarga bilib yesangiz, qaysini yemasdan qaysini yeyishni bilsangiz, sizni mijozingiz normalda o'rtacha bo'lib, kasal bo'lmaysiz. Sog'lom yurasiz, baquvvat yurasiz. Ba'zi odam o'zini mijozini bilmaydi, o'ziga mijoziga to'g'ri kelmaydigan taomlarni yeyveradi, kasal bo'laveradi. Battar bo'ladi. Davolaveradi, lekin foydasi bo'lmaydi. Falon doktorga oldim, piston doktorga oldim, falon tepga oldim, piston tepga oldim, Toshkentga oldim, Moskvaga oldim deydi. Hech o'zgarish bo'lmadi deydi. Nimaga? Birinchi o'zini mijozini bilmaydi. Ikkinchi o'sha mijoziga qarshi bo'lgan taomlarni yeydi. Ya'ni mijozini kuchaytiradigan taomlarni, shirinliklarni, mazali narsalarni, sabzavotlarni, go'shtlarni, shuni yeb yuradi. Shuni hisobiga kasali kuchayib tuzalmaydi. O'zgarish bo'lmaydi. Foyda qilmaydi. Mana shu meni ko'rsatuvim, maqsadim, niyatim, mana shu narsalarni sizlar bilsanglar, keyin amal qilsanglar, kasal bo'lmaysizlar degan maqsadda shu ko'rsatuvni men qilyapman. Meni niyatim millatimiz, xalqimiz kasal bo'lmasin. Shu bilmaganlarni men bildiray, o'rgatay. Shularni bilsin. Bular gazetga yozilmaydi, og'izda aytilmaydi, televizorda ko'rsatilmaydi, hech kim reklama qilmaydi bu narsalarni. Shuning uchun men ko'rsatuv qilib, xalqimiz bilsin, bilganlar amal qilsin, sog'lig'ini saqlasin, kasal bo'lmasin, yugurib yurmasin, rasxoti ketmasin deb qilyapman. Mana shuni ko'rgan insonlar boshqalarga ham shuni tushuntiradi, aytaylik. Mana shunaqa bo'larkan, mana shunaqani bilmas ekanmiz, bilyapmiz deb bilganlar o'zingizni do'stingizga, oilangizga, do'stlaringizga, tanishlaringizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga ayting shularni. Boshqalar ham shundan foydalansin, bilsin, o'rgansin, amal qilsin. Musulmonchilikda ikkita farz bor. Amri ma'ruf, nahiy munkar deyiladi. Yaxshi yo'lga boshlashlik, yomon yo'ldan qaytarishlik. Har bir mo'min musulmonga shu farz hisoblanadi. Bugunga shu yetarli. Yana keyin ko'rsatuvda ko'rishgunimizcha xayr salomat bo'linglar.